Bolasiga Nestle kashasini olib berib yedirayotganlar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Nestle Food MTJXK O'zbekiston Respublikasi hududida bolalar ozuqasining ayrim cheklangan partiyalarini ixtiyoriy ravishda qaytarib olishni boshladi. Bu ehtiyot chora maqsadida amalga oshirilmoqda. Qaytarib olinayotgan mahsulotlar tez eruvchan sutli va nordon sutli quruq aralashmalar, shuningdek, aminokislotalar asosidagi maxsus davolovchi quruq aralashmalarning ayrim partiyalarini qamrab oladi. Xususan, quyidagi mahsulotlar qaytarib olinmoqda: Nan 1, Nan 2 OptiPro ayrim partiyalar, Nan kislomolочный 12 oy 1 partiya, Nan Supreme 12 oy 1 partiya, Alfa-Re Amino ayrim partiyalar. Qayd etilishicha, Nestle kompaniyasi tashqi yetkazib beruvchidan olingan xomashyoda arachidon kislotasi serulit toksini bo'lishi mumkinligi bilan bog'liq ehtimoliy xavfni aniqlagan. Shu sababli kompaniya global miqyosda ayrim partiyalarni ixtiyoriy qaytarib olishga qaror qilgan. Ushbu ingredient miqdori juda kam bo'lib, O'zbekiston oziq-ovqat mahsulotlarida serulit toksini bo'yicha normativ talab mavjud emas. Shunga qaramay, kompaniya ehtimoliy xavflarni oldini olish maqsadida 2026-yil 5-yanvardan boshlab mazkur chorani amalga oshirmoqda. Nestle Food bu haqida tegishli regulyator organlarni xabardor qilgan va iste'molchilarga zarur ma'lumotlarni taqdim etishga tayyor ekanini bildirgan. Ko'rsatilgan partiyalardagi mahsulotlarni xarid qilgan iste'molchilar ularni kompaniya belgilagan tartibda qaytarishlari mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun iste'molchilarni qo'llab-quvvatlash xizmati +998 78 120 20 55 telefon raqami orqali murojaat qilishlari tavsiya etildi. Ta'kidlanishicha, qaytarib olish amaliyoti faqat yuqorida ko'rsatilgan cheklangan partiyalarga taalluqli bo'lib, boshqa partiyalar va Nestle kompaniyasining O'zbekistonda sotilayotgan boshqa bolalar ozuqasi mahsulotlariga tegishli emas. Serulit nima va u nima uchun xavfli? Serulit bu Bacillus cereus bakteriyasining ayrim shtammlari tomonidan yaratilgan toksindir. Buyuk Britaniya oziq-ovqat standartlari agentligining ogohlantirishicha, ushbu toksin tez rivojlanuvchi qusish va oshqozon og'rig'iga sabab bo'ladi. Pishirish, qaynatilgan suvdan foydalanish yoki sut aralashmasini tayyorlash jarayonida parchalanmaydi va o'z kuchini yo'qotmaydi.